Farg'onada ichki ishlar xodimlari fermerga to'pponcha o'qtaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, xodimlar g'alla rejasi bajarilmaganini sabab qilib, unga to'pponcha o'qtalgan. Braziliyada 2 boshli buzoq tug'ildi. Veterinarlarning aytishicha, bu holat kam uchraydigan genetik anomaliya. Filippinda salkam 7 balli zilzila yuz berdi. Hodisa kamida 26 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Toshkentda erkak bolalarni himoya qilgan ayolga qo'l ko'tardi. Holat Mirzo Ulug'bek tumani Oqqo'rg'on mahallasida sodir bo'lgani aytilmoqda. Rossiya raketalarga reklama joylashtirishni boshlaydi. To'lovlar miqdori va muddatini Rossiya hukumati belgilaydi. Barcha tushumlar federal byudjetga yo'naltiriladi. Indoneziyada maktab binosi qulab tushdi. Hodisa oqibatida bir nafar o'quvchi halok bo'lgan. 65 nafar odam vayronalar ostida qolmoqda. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.